Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yangi yilga katta yangilik. 2026-yildan boshlab ijtimoiy to'lovlar oshiriladi. Bolali oilalar, ehtiyojmand va nogironligi bo'lgan farzandi bor oilalar uchun yangi yil sovg'asi tayyor. Endilikda bolalar nafaqasi va moddiy yordam yangi tartibda. Ayrim oilalarga avtomatik davom ettiriladi. Eng muhim tomoni, yangi yil oldidan qo'shimcha qo'llab-quvvatlash ko'zda tutilmoqda. Bu yordam hamma uchun emas, aynan kimlar oladi? Qanday shartlar bor va nimalarga e'tibor berish kerak? Barchasini hozir bilib olasiz. Videoni oxirigacha ko'ring, eng muhim joyi oxirida. Agar bu yangilik siz yoki yaqinlaringizga foydali bo'lsa, like bosing. Yangi yildagi barcha muhim ijtimoiy yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bolalar nafaqasi va moddiy yordam to'lash tartibi yangilandi. Prezident farmoniga ko'ra ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordam to'lashda yangi tartib joriy etildi. To'lovlar oilaning toifasiga qarab avtomatik davom ettirilishi belgilangan. Muddatlarda qayta baholanishi yoki mehnatga layoqatli a'zolarning rasmiy bandligi shartiga bog'lanishi nazarda tutilmoqda. Farmonga muvofiq ijtimoiy reyestrdagi oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordam quyidagi tartibda to'lanadi. Birinchisi, davlat ta'minotidagi oila, ijtimoiy xizmat va yordamlar, ya'ni shu jumladan bolalar nafaqasi va moddiy yordam. Oila ushbu toifada bo'lgan davrda oilaning bandlik holatidan qat'iy nazar va qo'shimcha murojaat talab etmasdan ko'rsatib boriladi. Oilaning ijtimoiy-iqtisodiy holati ijtimoiy reyestrga kiritilganidan 12 oy o'tgach qayta baholanadi. Ayrim hollarda vazirlik va idoralar axborot tizimlari orqali o'rganilishi mumkin. Ikkinchisi, kambag'al oila. Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlangan vaqtdan e'tiboran 6 oy davomida mehnatga layoqatli a'zolarning rasmiy bandligi ta'minlanishi sharti bilan tayinlanadi. Agar mehnatga layoqatli a'zolarning rasmiy bandligi ta'minlansa, nafaqa, yordam qo'shimcha murojaatsiz uzluksiz to'lab boriladi. Agar rasmiy bandlik sharti bajarilmasa, bolalar nafaqasi va moddiy yordam to'lash to'xtatiladi. Oila qayta murojaat qilganda kambag'al oila toifasida bo'lgani uchun mehnatga layoqatli a'zolar bandligiga oid istisno qoida 6 oy davomida qo'llanmaydi. Uchinchisi, kambag'allik chegarasidagi oila. Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam oila ushbu toifaga kiritilgan vaqtdan e'tiboran 6 oy davomida to'lanadi. Agar har bir a'zoga to'g'ri keladigan ortiqcha oylik daromad minimal iste'mol xarajatlarning 1 baravaridan 1.25 baravarigacha bo'lsa, to'lov 75% qilib belgilanadi. Agar daromad 1.25 baravaridan 1.5 baravarigacha bo'lsa, to'lov 50% ni tashkil etadi, deyiladi xabarda.